Qachongacha poylab turmoqchisiz? Nima gap, Fedya aka? Qanaqa Fedya? Otam qo'ygan tupa-tuzu ismim bor, Faxriddin. Xo'p. Qachongacha poylab turmoqchisiz? Poylab turganim yo'q. Bilib turib ataylab gapirmagin. Tushlikka birga chiqsak degandim. Ishxonaning orqasida bitta zo'r kafe ochilibdi. Birinchisi meni hisobimdan. Nima deysan? Siz bilan chiqa olmayman. Nega? Bugun yolg'iz o'zim tushlik qilmoqchiman. Bo'ldi, endi keting. Hozir Boburjon ko'rib qolsa, noqulay bo'ladi. Bahodir akaga yangi haydovchi kelgandan keyin o'zgarib qolding-a? Atirlar, pardozlar. Tinchlikmi o'zi? Nima qilibdi? O'zimga qarab yursam yomonmi? Ko'pam meni rashkimni qo'zg'atmagin. Voy, Seni ogohlantirib qo'yapman. siz borib xotiningizni rashk qila qoling, xo'pmi? O'zicha menga xo'jayinchilik qiladi. Qo'y, shu xotinimni eslatmagin. O'zi kuniga urush janjal. Bezib ketdim o'zi. Buni menga qizig'i yo'q. Tushlikka siz bilan chiqmayman. Tamom va salom. Tushunarlimi?